Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitay Yeni Aqtaşlıq kitabida işğaliyyət və irqi qırğınçılıq cinayətini inkar qıldı. Xitay Dövlət İşləri Məhkəməsi Axbarat İşxanası 19 sentabr Beyjingda atalmış yeni davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirining muvaffaqiyatli amaliyoti nomli Aqtaşlıq kitab to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, Xitoy Aqtaşlıq kitabida Sharq Turkistondagi ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlab butunlay inkor qildi. Axborot e'lon qilish yig'iniga Xitoyning bir qism yuqori darajalik amaldorlari qatnashgandan sirt atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq hukumatning qo'rchaq raisi Erkin Tunyazma qatnashib so'z qilgan. Bu yig'in Xitoy tashviqot vositalari tomonidan alohida xabar qilinmoqda. Mazkur Aqtaşlıq kitob 10 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, Xitoyning azaldan Sharq Turkistonga hukmronlik qilib kelganligi, tarixdan buyon unumli boshqarilib kelganligidek safsatalar qayta ta'kidlangandan sirt Xitoyning 70 yil burungi ishg'oliyatidan tortib, Xitoy kommunist rejimining Sharq Turkistonni qandoq boshqarganligi, kontrol qilganligi turli o'ydirma, yolg'on yovdaqlar bilan bayon qilingan. Kitobda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati butunlay inkor qilingan bo'lib, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining o'ydirmalari degan bildirlashlari takrorlangan. Shuningdek, majburiy emgakka selish, tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilish qatorliq vositalar orqali qo'lga keltirilgan savdo, iqtisod jihatdagi yuksalishlar, bolalar lagerlari, irqiy qirg'inchilik sayohati qatorliq jinoyatlari turli nomlar bilan pardozlanib, alohida utuq sifatida tashviq qilingan va Sharq Turkistonning tarixdagi eng yaxshi taraqqiyot mazgilida turayotganligidek numussiz iboralar qayd qilingan. Aqtaşlıq kitobda Xitoy rejimining Sharq Turkistonni kontrol qilishda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilganligi ta'kidlangan bo'lib, atalmış Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish, millatlar ittifoqligini kuchaytirish, islom dinini xitoychilashtirish, muqimlikni qo'g'dash qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati iboralari alohida tilga ilingan. Mazkur kitobda Xitoyning o'ydirma tarixiga ko'plab o'rin berilgan bo'lib, tarixdan buyon Xitoyning Sharq Turkistonga hukmronlik qilib kelganligi, hamma millatlarning aralashib yashaganligi, Xitoy tili yoziqining va qadimiy asarlarining azaldan tortib Sharq Turkistonda umumyuzlik ishlatilib tarqalib kelganligi, bu vaziyatning hozirga qadar hech o'zgarmay davomlashganligidek safsatalar numussizlarcha o'tirg'a qo'yilgan. Aqtaşlıq kitobda yana chegarani qo'g'dashning muhimligi ta'kidlanib, Sharq Turkistonning chegara rayonini idora qilishidagi muhim rayon ekanligi, Xitoy Kompartiyasining 18 qurultoyidan keyin Shi Jinpingning buyrug'i bilan bu jihatdagi xizmatlarning texmo kuchaytirilganligi bayon qilingan. Xitoy Sharq Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizishga boshlagandan buyon atalmış Şinjanga doir bir qancha tarixiy masala, Şinjangning ishga o'rinlashish kapolati, Şinjang nufusining taraqqiyoti, Şinjangdagi kasbiy texnika ma'arif tarbiyalash xizmati, Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonun tuzum sistemasi va amaliyoti qatorliq Sharq Turkistonga aloqador ko'plagan Aqtaşlıq kitoblarni e'lon qildi. Xitoy bularning hammasida yolg'on yovdaqlar, o'ydirma sonliq ma'lumotlar, turli safsatalar orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati va hozirga qadar davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlashga, pardozlashga urinib kelmoqda. Sharq Turkistondan Qirg'izistonga yana bir chegara eg'izi ochildi. 20 sentabr Sharq Turkiston bilan Qirg'iziston orasidagi badal toshyo'l chegara eg'izi ul aslaha qurilish turining tamomlanish marosimi o'tkazilgan bo'lib, buning bilan Sharq Turkistondan Qirg'izistonga ochilgan chegara eg'izi 3 ga yetgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, qurilish turining tamomlanish marosimi badal toshyo'l chegara eg'izida o'tkazilgan. Navbatda bu turdagi 27 yakka imorat ham yondosh qo'shimcha qurilishlarning hammasi bitib tekshirib o'tkazib olingan. Mazkur chegara eg'izida 2027 yil bo'yi tamojindan o'tkazish ishga oshirildi ekan. Xabarda 2023 yili 5 oyda Shi Jinpingning Qirg'iziston prezidenti Japarov bilan
Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini mezgilida badal chegara eg'izini echish to'g'risida o'rtaq tunish hosil qilganligi 2024-yili 3-oyda Xitoy rejimining badal chegara eg'izini sirtqi echib etishni tasdiqlaganligi 2024-yili 3-sentabrda vaqtliq echib etish ishga oshirilganligi bildirilgan. Badal chegara eg'izi Sharq Turkiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi Erkashtam chegara eg'izi va To'rg'at chegara eg'izidan keyin echib etilgan 3-quruqliq chegara eg'izi bo'lib, dengiz yuzidan egizligi 2754 metr keladi ekan. 2024-yili 7-oyda ish boshlangan bu turga jami 543 million yuan mablag' selingan bo'lib, umumiy qurilish ko'lami 41 ming kvadrat metr keladi ekan. Xitoyning Sharq Turkistonda ko'plagan chegara eg'izlarini, aerodromlarni, qatnash liniyalarini ko'paytirish harakatlari, planlari o'zi da'vo qilganidek, Sharq Turkistonni taraqqiy qildirish bo'lmasdan, balki Xitoy oqqullarni Sharq Turkistonga texmo ko'plab jalb qilish, majburiy emgak mahsulotlarini boshqa davlatlarga texmo oson va zo'r turkumda to'shish uchun ijro qilinmoqda. Yevropa Isroiliyani ishg'oliyat plani to'g'risida ogohlantirdi. Yevropa doiralari Isroiliyani ishg'ol ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'oqining ba'zi joylarini besib olish plani to'g'risida qattiq ogohlantirdi. Isroiliyaning Kanal 2 televiziyasining xabar qilishicha, bir necha Yevropa amaldori yakshanba kuni ishg'oliyat ostidagi Falastin zaminlarining bir qismini besib olish ehtimolligini o'tirg'a qo'ygan Isroiliya hukumatini qattiq ogohlantirgan. Doirlar Benyamin Netanyahu va uning hukumati O'rta Sharq rayonida barpo qilingan hamma narsani yo'qotishni xohlasa, uning oqibatiga bardoshlik berishga majbur bo'ladi deb ogohlantirgan. Bu ogohlantirish Angliya, Kanada va Avstraliyaning Falastin davlatini e'tirof qilish qaroriga javoban Isroiliyaning yaqinda Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi ba'zi rayonlarni besib olishi mumkinligini bildirgan Isroiliya bosh ministri Netanyahuning bayonotidan keyin o'tirg'a chiqdi. Netanyahu Isroiliya bosh ministerlik mahkamasi e'lon qilgan bir silliq bayonotda Falastinni e'tirof qilgan davlatlarning terrorizmga mukofot berganligini ilgari surgan edi va Isroiliyaning Falastin davlatining qurilishini uzun vaqtdan buyon to'sib kelganligini ta'kidlab, buni davomlashtiradiganligini ta'kidlagan edi. U yana ishg'ol ostidagi Falastin zaminida qonunsiz holda barpo qilingan Yahudiy o'ldiroq rayonlarining sonini hozirdan boshlab 2 ko'paytganligini maqtangan holda tilga olgan edi va bularni kengaytirishni davomlashtiradiganligini va'da qilib, Isroiliyaning Falastin davlatining qurilishiga yo'l qo'ymaydiganligini jakarlagan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.